bunisi velosipeddan chiqqan balon. Mana bunisi esa mashinadan chiqqan balon. Ularni ustiga xashak to'plab yoqib yuborsam ham bo'ladi, lekin bu ekologiyaga katta zarar bo'ladi. Mana shu ikkalasidan xoldorliklar san'at asarini yaratib qo'ygan. Hozir ularni videolarini olamiz va o'zimizning loyihamizga birinchi namuna sifatida joylaymiz. Hozir men o'tirgan stol qanday, nimadan yasalgan deb o'ylaysiz? Mana aynan o'sha balonlardan yasalgan stollar. Kamerani yaqinroq olib kelamiz. Mana shu balondan, mashinani baloni, mana bunisi esa velosipedning balonidan yasalgan. Mana shunday bir to'qib, mana shunday bir san'atga o'xshash to'qib, chiroyli qilib qo'yibdi. Mana oddiy narsalardan mana shunday bir san'at asarini yaratib qo'ydi. Xoldorliklar mana shu ukamizni ham ishlariga rivoj bersin. Hozir bu to'liq bitmagan, to'liq bitgandan keyin o'zi tanishtirib beradi qanday yasagani haqida. Hozircha namuna sifatida mana shuni qo'yib turamiz.